3. bab. Undaqda Yahudilarning Yahudi emaslardan nima ortiqchiligi bor yoki xatmi qilinishning nima ahamiyati bor? Albatta, ularning har jihatdan ko'p ortiqchiligi bor. Birinchidan, Xudoning so'zi Yahudilarga omonat qilingan. Ba'zi Yahudilar Xudoga sadaqatsiz qildimi deyli. Undaqda ularning sadaqatsizligi sababidan Xudo o'zining ularga bergan va'dasida turmamdi. Yo'q, hargiz undaq qilmaydi. Hamma inson yolg'onchi bo'lgan taqdirdimi, Xudo yanila rostchildir. Bu haqda Zaburda mundaq deyilgan. So'zliginingda odil bo'lib isbotlanasan. Aybnishga uchirganingda g'alaba qilasan. Lekin biz Yahudilarning adolatsizligi, Xudoning odilligini texmu aniq ko'rsatib bersa, buningga nima deymiz? Xudo bizni jazolasa, uni odil emas desak bo'lamdi? Ba'zilar shundoq deb o'ylab yurdikan. Yo'q, undaq deyishga hargiz bo'lmaydi. Agar Xudo biz Yahudilarni odillik bilan jazolamaydigan bo'lsa, qiyomatda qandoqmi dunyo ustidan hukm chiqara oladi. Lekin ba'zilar mening sadaqatsizligim Xudoning rostchiligini texmi aniq ko'rsatib, uning ulug'ligini yo'rtib bersa, men yana nima uchun gunohkor deb qorilib so'roq tortilaman deyishi mumkin. Agar shundoq bo'lsa, yomonlik qilayli, buningdan yaxshisi chiqdi degan ma'no kelib chiqmamdi. Ba'zilar bizni mo'shundoq dedi deb tuhmat qiladi. Mundaq tuhmat qilganlarning jazoga tortilishi haqliqdir. Undaqda Xudoning so'roq qilingan kunida biz Yahudilar Yahudi emaslardan ustun turamdiq. Yo'q, albatta undaq emas. Chunki men hammamizning mayli Yahudi bo'layli yoki bo'lmayli, gunohning ilkida ekanligimizni yuqorida ko'rsatib o'tdim. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, haqqoniy odam yo'qdir, hatto birimi haq nohaqni tushunadiganimi yo'qdir. Xudoni izlaydiganimi ham ketmidi hamma odam Xudo yo'lidan qoldi kirib tuyuq yo'lga. Yaxshilik qilg'uchi yo'qdir, hatto birimi. Egizlardagi gap ochiq qabrdak sesiq, kazoplik qiladi ham tillari. Lavlari xuddi yilonning zahar xandisi, suvoni lanat va zardiga to'lgan. Ular oldiraydi qon to'kishga, qiladi bag'alli yerida vayronchilik va fojia. Yo'qdir xabari, omonlik yo'ldan qilcha. Bilmaydi Xudodan ham qo'rqishni. Muqaddas yozmalardagi bu oyatlarning Tavrat qonuni ostida yashaydigan Yahudilarga qarata aytilganligini bilamiz. Shundoq bo'lganda Yahudilar ham Yahudi emaslarning bahoni ko'rsatgan egizlari tuvoqlandi va butkul dunyodagi insonlar Xudoning hukmi ostida turdi. Demak, har qanday kishi Xudoning oldida Tavrat qonuniga amal qilish bilan haqqoniy odam deb jakarlanmaydi. Balki shu qonunga to'liq amal qilolmaydiganligini bilib, o'zining gunohkor ekanligini tonib yetidi. Lekin hozir Xudoning qanday yo'l bilan insonlarni haqqoniy odam deb jakarlaydiganligi ochiq oshkorlandi. Bu Tavrat qonuniga amal qilishga bog'liq emas. Buningga Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlarimi guvohlik bergan. Xudo odamlarni ularning Isa Masihga bo'lgan e'tiqodi orqali haqqoniy odam deb jakarlaydi. Xudo Isa Masihga e'tiqod qilgan hamma odamga shundoq muomala qiladi. Bu yerda ayirmachilik yo'qdir. Chunki hamma odam gunoh sodir qilib, Xudoning insonlarni yaratganda ato qilgan shon sharifidan mahrum qolgan. Lekin Xudo bizga mehr shafqat ko'rsatib, bizni badalsiz holda
haqqoniy odam deb jakarladı. Bu İsa Mesih orqali amalga oshirildi. Chunki u bizni gunohning qulluğidan ozod qildi. Xudo insonlarning gunohlarining kechirim qilinishi uchun ularni jazolashning o'rniga İsa Mesihni qurbon bo'lishga avatib berdi. İsa Mesihning kristga oqqizgan qini orqaliqla Xudo İsa Mesihga e'tiqod qilganlarni o'zi bilan yarashtirdi. Xudo İsa Mesihni qurbon bo'lishga avatish bilan o'zining burunqi zamondagi kishilarning gunohlariga sabr taqatlik bo'lib, ularni darhol jazolmaganligining odillik ekanligini ko'rsatdi. Chunki İsa Mesih ularning gunohlari uchun qurbon bo'ldi. Mana hozirmi Xudo yana o'zining odilligini ko'rsatyapti. Chunki insonlar gunohkor bo'lsa-mu, İsa Mesihga e'tiqod qilganligi uchun Xudo ularni yanıla odillik bilan kechirdi. Shundoq ekan, biz Tavrat qonuniga amal qilish bilan Xudo tarafidan qabul qilindik deb maqtanamizmi? Yo'q. Bizning maqtanishimizning o'rni yo'q. Nima sababdan? Chunki insonlar Tavrat qonuniga amal qilish orqali emas, balki İsa Mesihga e'tiqod qilish orqaliqla kechirimga erishdi. Demak, Xudoning bizni Tavrat qonuniga amal qilishimiz bilan emas, balki İsa Mesihga e'tiqod qilishimiz bilan haqqoniy odam deb jakarlaydiganligiga ishonamiz. Sizlar Xudo faqat Tavrat qonuniga ega bo'lgan Yahudilarni qabul qildi deb o'ylamsizlar? Yo'q, albatta undaq emas. U Yahudi emaslarni qabul qildi. Chunki Xudo birdir. U xatni qilingan Yahudilarni, shundaqla xatni qilinmagan Yahudi emaslarni birli yo'l bilan, ya'ni ularning İsa Mesihga bo'lgan e'tiqodi bilan haqqoniy odam deb jakarlaydi. Undaqda biz e'tiqodimiz orqali Tavrat qonunini bekor qilamdik. Yo'q, dal buning aksicha. Biz e'tiqodimiz orqali Tavrat qonunining to'g'ri ekanligini isbotlaymiz.